Yandex Taksini deyarli o'ylamasdan ochamiz. Ilovani bosasiz, xaritada mashina paydo bo'ladi. Ikonki siz tomonga harakat qiladi. Haydovchi esa qandaydir qilib to'g'ri eshigingizni topadi. Hatto tor ko'chalari, g'alati burilishlar bor mahalla ichida yashasangiz ham, bu bizga odatiy tuyuladi. Juda osondek ko'rinadi. Ko'chani oxiriga keldim deyapman. Visit deychi? Visit. Lekin ekrandagi o'sha mayda harakatlanayotgan mashinaning ortida insoniyat yaratgan eng kuchli texnologiyalardan biri turibdi. Milliardlab mablag' ketgan texnologiya, kosmosda yashaydigan texnologiya, aslida taksilar uchun ham, shaharlarga yoki smartfonlar uchun ham yaratilmagan. Bu texnologiya urush uchun tug'ilgan va bu texnologiya GPS. Bugun GPS kislorodday ko'rinmaydi, lekin hamma joyda, doim yonimizda. Lekin u ilk bor yaratilganda sizga kafeni topib berish yoki shaharni yetkazib berish uchun mo'ljallanmagan edi. GPS shunday aniq bo'lishi kerak ediki, raketalar, kemalar va suvosti kemalari yerning istalgan nuqtasida, istalgan vaqtida qayerdaligini dahshatli aniqlik bilan bilishi mumkin bo'lsin. Ko'pchilik GPSni oddiy kartalar vositasi deb o'ylaydi. Bu o'yinchoq, mayda narsa. Aslida esa GPS yadroviy urush uchun sovuq urush qurol tizimi sifatida yaratilgan edi va qandaydir qilib keyingi 40 yil davomida u sokin, sezilmay, zamonaviy hayotning deyarli har bir qismini o'zgartirib yubordi. Ertalabki taksi chaqirishingizni ham hikoya 1970-yillarda boshlandi. Aks sovuq urushning eng tarang davrida edi. Aks Sovet ittifoqi yanada aniq qurollar, yanada ishonchli raketalar, yanada puxta navigatsiya tizimlarini yaratishga musobaqalashardi. Amerika armiyasi muhim narsani tushundi. Agar kema va suvosti kemalari o'z joyini aniq bilmasa, o'z raketalarga ham ishona olmaydi. Shunda ulkan g'oya tug'ildi. Kosmosda global navigatsiya tizimi. 1978-yilda birinchi tajriba GPS yo'ldoshi uchirildi. U yer atrofida taxminan 20 ming kilometr balandlikda aylanardi. Bulutlar, samolyotlar, ob-havo hammasidan yuqorida. Lekin sekin-sekin qo'shimcha yo'ldoshlar qo'shildi. 1993-yilga kelib 24 ta yo'ldoshdan iborat to'liq global tizim shakllandi. Ular kuniga 2 marta yer atrofida aylanadi, doimiy signal yuboradi, doimo vaqtni yangilaydi, doimo planetani kuzatadi. Bugun 31 tadan ortiq faol yo'ldosh bor va ularning barchasi AQSh kosmik kuchlari tomonidan boshqariladi. Lekin dastlabki yillarda GPS qulflangan edi. To'liq harbiy, oddiy odamlar uchun emas. Hattoki ochiq bo'lsa ham aniq emasdi. AQSh hukumati Selective Availability deb nomlangan cheklovni qo'llardi. Ya'ni oddiy fuqarolar signalni o'qishi mumkin edi, lekin aniqligi ataylab buzilgan. Ba'zida 50 metrga, ba'zida 100 metrga adashardi. Piyoda yurish uchun yetarli, navigatsiya uchun emas, taksilar uchun esa umuman emas. Keyin esa fojia hammasini o'zgartirdi. 1983-yilda Korean Air 007 reysi uzoq parvoz davomida adashib ketdi. GPS bo'lmagani uchun pilotlar yo'lni noto'g'ri hisoblab, tasodifan Sovet havo hududiga kirib qolishdi. Sovet harbiylari uni josus samolyot deb o'ylab urib tushirdi. Bortdagi 269 kishi halok bo'ldi. Bu fojia dunyoni larzaga soldi. Navigatsiya oddiy harbiy qulaylik emas, odamlar xavfsizligi uchun zarur ekanini ko'rsatdi. Va shundan so'ng AQSh prezidenti Ronald Reygan jasur qaror qabul qildi. GPS butun dunyo uchun ochiladi, bepul, faqat harbiylar uchun emas, faqat AQSh uchun emas, barcha odamlar uchun. Va bu qaror hammasini o'zgartirdi. Endi GPSni hamma ishlata olardi. Pilotlar xatolardan qochishi mumkin edi, kema va kemachilar xavfsiz yo'llarda yurishi mumkin edi. Va nihoyat 10 yillar o'tib sizning telefoningiz Toshkentdagi ko'changizni aniq topa oladigan bo'ldi. Через 300 метров поверните направо. Ammo GPSni haqiqatdan hayratlanarli qiladigan narsa uning qanday ishlashidir. Tasavvur qiling, butun planetani o'rab turgan ulkan ko'rinmas panjara bor, ko'rmaysiz, unga tega olmaysiz, lekin u doimo mavjud. Osmondagi yo'ldoshlar esa shu panjarani mukammal qilish uchun doimo bitta narsani qayta-qayta yuboradi. Juda aniq vaqt. Har bir yo'ldoshda atom soatlari bor, insoniyat yaratgan eng aniq soatlar. Ular 100 ming yilda atiga 1 soniya xato qiladi. Ana shuncha aniq. Ular kichkina vaqt paketlarini yerga uzatadi. Telefoningiz esa ularni tinglaydi. Signal yo'ldoshdan chiqqanda yorug'lik tezligida uchadi. Telefoningizga kelganda qancha kechikkanligini tekshiradi. Agar signal bir necha milliarddan 1 soniya kechikkan bo'lsa, yo'ldosh uzoqda. Agar tezroq kelsa, yaqin. Telefoningiz kamida 4 yo'ldoshdan signal oladi, masofalarni solishtiradi va ko'rinmas panjara bitta nuqta chizadi. O'sha nuqta sizning aniq joyingiz. Odatda GPS aniqligi 2-4 metr, lekin telefoningiz bir vaqtning o'zida bir nechta tizimni ishlatsa, GPS, GLONASS, Galileo, Beidou aniqlik 1 metrdan ham kam bo'ladi. Shuning uchun Yandex taksi uyingizni qaysi tomonda turganingizni biladi. Kuryerlar esa tirband ko'chada ham to'g'ri eshikni topadi. Va mana shu mayda nuqta yo'ldoshlar, atom soatlari va yorug'lik tezligidagi hisob-kitoblar natijasi. Taksi safari boshlanadigan joy. Demak, bu kundalik hayotimizda qanday ko'rinadi?
O'zbekistonda GPS deyarli hamma narsaga ta'sir qiladi. Fermerlar GPSli traktorlar yordamida dala ekinlarni qator-qator ideal tekis ekadi. Vaqt ham, pul ham tejaydi. Kuryerlar esa har daqiqa GPSga suyanadi. Yo'llarda yurgan yuk mashinalari marshrutni optimallashtirish uchun GPSdan foydalanadi. Hatto zilzilani o'rganadigan olimlar yer qimirlashini, ba'zida 1 santimetrdan ham kichik siljishlarni GPS orqali o'lchaydi. Agar GPS 5 daqiqaga o'tsa, zamonaviy hayotning katta qismi falas bo'ladi. Yandex Taksi to'xtaydi. Yetkazib berish ilovalari ishlamaydi. Google Maps o'lik holatda qoladi. Samolyot va kemalar favqulodda rejimga o'tadi. Hatto banklar ham muammoga tushadi. Chunki GPS moliya tizimlari uchun aniq vaqt signallarni ham beradi. Ko'pchilik bilmaydi. Telefoningiz xarita ochmasa ham GPSdan foydalanadi. Vaqtni moslash, signal sinxronizatsiyasi, mobil antenna ishlashi uchun bu ko'rinmas tizim hech qachon uxlamaydi. Har kuni 6 milliarddan ortiq qurilma GPS orqali joylashib yuboradi. Bu deyarli butun planeta degan. Va mana haqiqat. GPS insoniyat olgan eng qimmat sovg'alardan biri. Aqshuni yaratishga 12 milliard dollardan ko'proq sarfladi. Keyin esa bepul qildi. Barcha davlatlarga, barcha odamlarga, hamma telefonlarga, siznikiga ham o'ylab ko'ring. Yadroviy raketalar uchun yaratilgan qurol. Bo'yingizda mahsulot buyurtma berishi uchun yordam beryapti. Suvosti kemalari boshqarish uchun mo'ljallangan tizim. Hozir Toshkentda kuryerlarni boshqaradi. Urush uchun yaratilgan texnologiya bugun milliardlab odamning tinch kundalik hayotini boshqaradi. Xarita yana kattalashganda GPS yanada hayratlanarli ko'rinadi. Bugun hech bir davlat navigatsiyani yolg'iz o'zi boshqarmaydi. Dunyo 4 ta yirik tizimdan foydalanadi. GPS, GLONASS, Galileo, Beidou. Telefoningiz ularning bir nechtasi bilan bir vaqtning o'zida gaplasha oladi. Shu sabab joylashuv aniqligi dahshat darajada yuqori. Ba'zida 1980-yillardagi harbiy aniqlikdan ham yaxshi. Yo'ldoshlarning o'zi esa muhandislik mo'jizasi. Har biri 1000 kilogramdan og'ir. Har birini qurish 50 million dollar, uchirish 100 million dollar turadi. Ular soatiga 14000 kilometr tezlikda uchadi. Ular doimo signal uzatadi, hech qachon to'xtamaydi. Bir yo'ldosh nafaqaga chiqsa, uning o'rniga yangisi uchiriladi. Siz bu videoni tomosha qilayotgan paytda ham bosh ustingizda shu ko'rinmas tizim ishlayapti. Atrofimizdagi dunyo oddiy ko'rinadi, lekin shu soddalik ortida ulkan ko'rinmas tizimlar turadi. Va GPS shularning eng zo'r namunasi. Qo'rquvdan tug'ilib, bugun bizni bog'laydigan, rivojlantiradigan va hayotimizni osonlashtiradigan vositaga aylangan tizim. Haydovchingiz ekraningizga yaqinlashib kelayotganda eslab qo'ying. Kosmos, fizika, vaqt, urush tarixlari, tinchlik, texnologiya va inson aql zakoti hammasi shu mayda harakatlanayotgan ikonkacha ortida jimjit ishlayapti.